Iltimos, Markaziy Osiyo davlatlariga sobiq SSSR sifatida qaramang. Emomali Rahmon Putinga yorildi. Putin Markaziy Osiyoga yagona energetika tizimini tiklashni va'da qildi. Qoraqalpog'istondagi namoyishlarda ishtirok etganlikda gumonlanganlar ozodlikka chiqarildi. Vladimir Putin Rossiyada safarbarlik qachon tugashini ma'lum qildi. Hech narsadan afsusda emasman. Putin Ukrainadagi urush va ommaviy o'qqa tutishlar haqida gapirib o'tdi. Azizlar, sizlarga ishonchli va arzon aviakassa xizmatini taklif etamiz. Xabarlar.uz buni kafolatlaydi. Manzil Moskva shahri metro begova 2-chiqish yo'lagida joylashgan. Kerakli ma'lumotlarni ekraningizdagi raqamlar orqali bog'lanib olishingiz mumkin. Iltimos, Markaziy Osiyo davlatlariga sobiq SSSR sifatida qaramang. Rahmon Putinga yorildi. Ostonadagi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida Tojikiston prezidenti Rossiya prezidentiga shaxsan murojaat qildi. Qayerda qanaqa qoidani buzdik? Qayerda kim bilan noto'g'ri salomlashdik? Salomlashganmiz va hech qachon hech qanaqa qoidani buzmaganmiz. Biz har doim asosiy strategik hamkorligimiz manfaatlarini hurmat qilganmiz, lekin bizni ham hurmat qilishlarini xohlaymiz. Nima biz Afrika davlatlari qatorida turgandek begonalarimizmi? Qozog'iston prezidenti shundan so'ng To'qayev majlis raisi sifatida Rahmondan o'z so'zlarini xulosalashni so'ragan. Tojikiston prezidenti o'z nutqini hissiyotli gaplar bilan tugatgan. Men shunchaki so'ramoqchiman, Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan sobiq Sovet ittifoqiga bo'lgani kabi siyosat bo'lmasin. Har bir davlatning o'zining muammolari, masalalari, urf-odat va an'analari bor. Oltin o'rtalikni topish va har bir respublika bilan alohida ishlash kerak, deb ta'kidlagan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. Qoraqalpog'istondagi namoyishlarda ishtirok etganlikda gumonlanganlar ozodlikka chiqarildi. Qoraqalpog'istondagi namoyishlarda ishtirok etganlikda gumonlangan yana 38 kishi oilalari bag'riga qaytarildi. Ular Jo'qorg'i Kenges raisligining so'rovi va deputatlik kafolatlari asosida hibsxonadan chiqarilgan. 14-oktyabr kuni Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan tartibsizliklarda gumon qilingan 22 nafar fuqaro Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kenges raisining so'rovi hamda deputatlik kafolatlari hamda shaxsiy daxlsizlik tamoyili asosida uylariga qaytarildi. Bu haqda Jo'qorg'i Kenges matbuot xizmati ma'lum qilgan. Qo'zg'olonlarda ishtirok etganlikda gumon qilinib olib ketilgan shaxslar sodir etgan jinoyatlardan pushaymonligi, oila a'zolari bergan hujjatlarni o'rganilganligi va jinoyat sodir etganliklarini inobatga olib, ularni yaqinlariga qaytarishga qaror qilindi. Vladimir Putin Markaziy Osiyoga yagona energetika tizimini tiklashni va'da qildi. Rossiya Markaziy Osiyoning yagona energetika tizimini tiklashda amaliy yordam berishga tayyor. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ostonada o'tgan Rossiya Markaziy Osiyo birinchi sammitida ma'lum qildi. Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida energetika xavfsizligi sohasida hamkorlik chuqurlashmoqda. Gap ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, atom elektr stansiyalarini qurish, raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha hamkorlik haqida bormoqda. Xususan, mamlakatlarimiz Markaziy Osiyoning yagona energetika tizimini tiklashda amaliy yordam ko'rsatishga tayyor. Bu albatta mintaqadagi barcha davlatlarning energetik xavfsizligini oshiradi, deb ta'kidlagan Putin. Vladimir Putin Rossiyada safarbarlik qachon tugashini aytdi. Rossiyada safarbarlik tadbirlari 2 hafta ichida yakunlanadi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ma'lum qildi, deya xabar qilgan TASS. Putinning so'zlariga ko'ra, hozirda 222 ming kishi safarbar qilingan. Ulardan 33 ming nafari bo'linmalarda, 16 ming nafari jangovar topshiriqlarni bajarmoqda. Putin shuningdek yaqin kelajakda safarbarlik ko'lamini kengaytirishga hojat yo'qligini ta'kidladi. Prezident safarbarlik e'lon qilinganligini Ukraina qo'shinlari bilan to'qnashuv chizig'i 1100 kilometrni tashkil etishi va uni faqat shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga olingan askarlar ko'magida himoya qilishning iloji yo'qligi bilan izohlagan. Hech narsadan afsusda emasman. Putin Ukrainadagi urush va ommaviy o'qqa tutishlar haqida gapirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qarshi yirik raketa zarbalari endi zarur emasligini ta'kidladi. Bu haqda u 14-oktyabr kuni Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti doirasida o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi. Hozircha ommaviy zarbalar kerak emas, ayni paytda boshqa vazifalar bor, deya izoh bergan u. Kreml Ukrainani ommaviy o'qqa tutishni davom ettirishni
rejalashtiryaptimi degan savoliga, undan tashqari jurnalistning Ukraina davlat sifatida mavjud bo'ladimi degan savoliga Putin Rossiya o'z oldiga Ukrainani yo'q qilish vazifasini qo'ymagan deya javob berdi. Shuningdek, u Ukraina bilan urush masalalarida hech narsadan afsuslanmasligini ta'kidladi. Buni aniq ayta olaman, hozirda sodir bo'layotgan voqealar yumshoq qilib aytganda yoqimsiz, lekin Ukrainadagi holat bizda ham biroz kechroq sodir bo'lardi, faqat bundan ham yomonroq sharoitda, deya izoh bergan Putin. Shu bilan birga Rossiya Federatsiyasi prezidenti o'z harakatlarini to'g'ri deb bilishini ta'kidladi.